Shavkat Mirziyoyev Qatardan AQShga jo'nab ketdi. Davlatimiz rahbari Doha shahrida Qatar amiri Shayx Tamim bin Hamad Al Soni bilan samarali muzokaralar o'tkazdi. Ijtimoiy rivojlanish bo'yicha 2-jahon sammitida ishtirok etdi. Shayx Hamad nomidagi xalqaro aeroportda O'zbekiston prezidentini bosh vazir o'rinbosari, mudofaa vaziri Shayx Saud bin Abdurahmon Al Soni va boshqa rasmiy shaxslar kuzatib qo'ydi. Shavkat Mirziyoyev AQSh prezidenti Donald Trampning taklifiga binoan Markaziy Osiyo mamlakatlari va AQSh yetakchilarining C5+1 formatidagi sammitida ishtirok etish uchun Washingtonga jo'nab ketdi. Tashrif dasturiga muvofiq prezidentimiz AQSh prezidenti Donald Tramp Kongress Senati va Vakillar palatasi a'zolari, AQSh vazirlik va idoralari rahbarlari bilan uchrashuvlar o'tkazadi. Ishbilarmonlik dasturi doirasida AQShning yetakchi kompaniyalari va moliyaviy institutlari rahbarlari ishtirokida uchrashuv va tadbirlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Tadbir yakunida esa 2 va ko'p tomonlama hujjatlar qabul qilinishi ko'zda tutilgan.